Ertayu kech arzimagan oylikka ishlash jonilaga tegdimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, IT ni o'rgatib, $1000 oylikka ishga ham joylab qo'yadigan IT akademiya haqida aytib beramiz. Bugungi qahramonimiz Ulug'bek aka Uzinfocom kompaniyasida dasturlash bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlab kelayotdilar. Qahramonimiz dasturchi bo'lishlaridan oldin ko'plab boshqa kasblarda ishlab ko'rgan ekanlar, lekin ko'p joyda ishga yarasha haq to'lanmasligi sababli oxiri dasturchi bo'lishga qaror qildilar. Ulug'bek akadan dasturlashni o'rganib ish topishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, IT sohasini bakalavrda o'qib yurgan paytlarim o'rganganman, lekin u paytda ancha kam bilim olganimni keyinchalik universitetni bitirganimdan keyin ish qidirishni boshlaganimda tushunib yetganman. Shundan keyin IT da ish topolmay boshqa kasblarda ishlashga majbur bo'lganman dedilar. Lekin IT ga qiziqqanlari uchun ishdan keyin dasturlashni o'rganishda davom etgan ekanlar. Oxiri bitta kompaniyaga stajirovkaga kirib, chetda senior dasturchilardan kerakli maslahatlarni olib, bu sohani ancha chuqurroq o'rganmoqdilar. Qahramonimizdan IT ni o'rganib ish topishda qiynalmasligimiz uchun nima maslahat bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan Yustadia IT kurslarida o'qishni tavsiya berdilar. O'sha yerda kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, IT sohalarini tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham Yustadia IT kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.